Shu sababdan biz bunaqa to'sganni kiyimga qo'yganimizda oldlarida bozor ochilib qoldi, bozordan aylanib yuramiz, qanday imkonimiz olamiz. O'zimiz aqlimiz yetgani olamiz. Lekin siz har bir yaxshi yo'q, men bu yoshimda aytmayapman. Keyin bu yoshdan ichdan onaqa narsalar chiqqandan keyin avliyo hamkorlarimiz aytishki, endi bu yo'g'och yashashga to'xta. Bo'ldi. Mana ichdan onaqa chiqyapti, shu videolarni tashlab berishyapti. Endi biz hozir o'ylanib turibmiz. Biz yo'g'och yashashda e'lon qilishyapti. Plastmasaga ham qilib qo'yinglar, karbonga qo'yinglar. Bizga unaqa o'sma qo'yib, boshqa qilib kelaversa, bizga navbat bo'lsa ham kalibr kerak, ichida yomon bo'lmasin. O'shanga endi agar biz yukimiz aqab olgandan keyin sizlar aytganlaringizdek yukimiz qaytib yo boshqa bo'lsa, bu yerda hal bo'lgan yaxshi, balki haliga aytishdi. Biz hali Karimov prezidentimiz davrida yuklarimiz chegaralarga qolib ketdi, boshqa yo'q, biz ham ziyon ko'rganmiz. Cho'chib qolganmiz. Endi mana bu bo'lgandan keyin o'zingiz bilan yuz qilib shuni bir aniqlashtirib olaylik. Qaytida olmasaga shu yerda qaytish kerak. Nimaga shofirda ham bola chaqasi bor. Necha kun yo'l yurib boradi. Endi bozorga to'laymiz biz. Bozorga 3000 dollar to'lab kiramiz Moskvaning o'ziga rasmi. To'g'ri. Yerga kirgandan keyin u yukni chatag'iga qaytib desa, bu hech kimga yoqmaydi-da. O'shaning uchun to'g'ri. Shunday sistema qilib berilganki, mashhur o'zida mana karantin a'zolari misolan dokumentlar shunday bo'lganda vazifasini shu yerda qilaversa, tushunasiz. Endi qaroqchi bir o'tib, sonchi bir o'tib ish bitmaydi. Biz kilosiga pul to'laymiz, to'shkaga tash karantin chiqdi. Nazorat shu yerda kuchaydi. Biz o'sha tash karantin bo'lmoqchi. hali amaliyaga yetishdi, hamma to'shkani nazoratga olish kerak, nima qilish kerak, ba'zan ishlar biz kilosiga narxni to'laymiz. Xizmatga kilosiga ishchiga yuklangan pulni to'lab ketamiz. Do'ppa-do'l. Bu javobgarlik bo'yicha bo'ldi bo'ldi. Pulni oldi. Endi taklifga boramiz, tamoyilga turamiz. Endi mana shu jarayonning ichida tamoyilga boruvchi narsani hal qilib bersin. Qayerga olib shu yerda qaytsin. Shunda sal rivojlanish bo'ladi deyiladi. Agar yana biz sari chegara bekilgan paytda yuklarimiz chiqib ketib, o'sha bitta cho'kkanmiz, agar aqlan bitta boshqaga ancha pul ketadi. 40 mingdan 45 mingdan bo'lsa, rasmiylar 50-60 ming. Bu katta pul. Tushunmas. Ha, mikrofon beringlar. Farmona tashxis kim? Ber. Ha, gapir. Savol. Qanaqa bo'ladi? Gapiring. Bizda birinchi o'rinda ichki sertifikat yoziladi. Ichki sertifikat bo'yicha talab bo'lsa, talab qanday bo'lsa, keyin tashqi o'sha iqtisodiy faoliyat bizni maskanlarimiz bor, tif chegara postlari o'sha borib tashqi sertifikat rasmiylashtiradi. Bunda inspektor chiqib, rasm o'qib qolib, ko'rib, keyin xalqaro o'zgartiradi. Hozir Ibrohim aka hech qayerda tamojni ham kelib tekshirmayapti Qur'on. Sanitarniy xodimlar ham kelib tekshirgan yo'q. Hujjat ofisda o'zida yozilib ketyapti yuklar. Bunga savol javob beringchi. Yaxshi savol. Bizda itga kelgandan keyin rasm o'qib qilinadi. Inspektor. Uchun siz baraga topdi, yo'qchi. Ichkilar qiladi. Ko'rib yozib sertifikat yoziladi. Mana bu ichki tekshiryapti. Tursana ya, galiba tursana. Beparvo bo'lib ketdi. Yo'q, to'xtang, men sizga javob so'z beraman. Ha, bular gapirsa, rasm o'qib qilganimiz yetuk obrazlarimiz bor. Har bir qilgan nimani rasmini qo'yib qo'yamiz. Qur'on. metodologiya Qobil aka, To'g'rimi? Tamojniya ustida turibdimi yuklagan yuklaydi? To'g'ri. Turmayapti. Mashinada siz qildigan yo'qda. Bular mashinaga qo'ygandan keyin befoydada. Bog'da bular nazorat kuchaytirib bersin. bular ona ayt, bozor. 12 bo'yicha standart bo'yicha metodologiyamiz shu bo'yicha inspektor borib ko'rib, shaxmat diagrammasida rasm o'qib qoladi. Xaridinglar bo'lsa xaridinglar, bo'lmasa dalaga borib dalada chiqib yozish tomon.
mashinani ichidan topib olishgan, quranchi. Shopirimga olib berishgan, aka bu narsani olagan, bitta mashinasini qilib olish. Shopirim keyin bo'lmagan. Bunasi. Rossiyaga olib, Nijniy Novgorodda Rostovoshga ochilyapti. Qadimiy 6x bir ikkidan chiqyapti. Biz ancha kontrabanda olib keldik, qisqartirishlar. Bu tekshiruv bo'lmagan narsa. To'ppa-to'g'ri. Mana shu narsa chiqdi. Bu nima? Sharp, ayollar sharpmi? Ha. Men yaqinda Yevropadan mashina olib keldim. Pura yangi. Yugurdim. Uni ichida kimdir jo'natgan, shoqrob kelganmi? Ular xolodilnik havo chiqadigan joyi bor-ku, shuni tiqib qo'ygan. Padarka. Bayer komanda bor, o'shani futbolkasi original. Qimmat 71 yevro donasi. Mana narsalar chiqdi. Yevropeyskiy 6 ta lampochka. Bu tamojniy kontrabanda olib keldik deb ancha avval olib keldik. Murojaat qilingandan keyin inspektor borib uni izlanib ko'rib o'tkazadi. O'tkazgandan keyin shu xalqaro ma'noda xizmat ko'rsatgan rasmiyasiga beradi. Va unda ko'rik davomida fotolavhalar yetkaziladi, ilova qilinadi. Sizga Assalomu alaykum qatnashchilari. Bizda ham agroko'mak javobgarlari oldin tadbirkor tumandagi inspektorga murojaat qiladi, chaqiruv signali orqali. Keyin kelib necha minutda chiqadi? Aloqaga necha minutda chiqishi kerak? Yozayotga qilgandan keyin hammasiga teng SMS boradi, siz aloqa chiqadi. Keyin tuman inspektori borib, ichki sertifikatni ko'rib yozib beradi. Hozir hali yangi nima bo'yicha videoga rasmni qo'yadi, sirasi. Rasmlar qo'yib borilyapti, nazorat qilyapmiz. Undan keyin baza orqali tipga murojaat qiladi, tip vizual ko'rib yozib beradi. Qanaqa tizim ishlatiladi? Yo'q. Endi javob olmaymiz. Demak, sizning savolingizga javob. Birinchidan, boyaga aytganingizdek mahsulotlar. Albatta, mana bu karantin inspektorlari tekshiradi. Agar ko'makchi model ilovada inspektor chaqirish tugmasiga bosasiz, mana nazoratga tushadi. 5 minut ichida sizga aloqaga tushadi, lokatsiya tushgan bo'ladi. Joyingizga borib, mahsulotingizni dalada ko'radimi, qayerda teshikda borib ko'radi. Joyida mana hozir aytilgandek o'sha qaysi daladan chiqqani to'g'risida, qaysi bog'dan chiqqani to'g'risida ichki rasmlashtirib beradi. Xalovingizni nimada qalamlanganini mana hozir ko'radi. Reyestrga kiradi. Men 7 marta gapirdim, bular hammasi qulab o'tiribdi, bilmayman. Reyestrni ko'radi, standartlangan. Reyestrda qaysi xalovni chiqqan bo'lsa, o'shani sootветствие, o'sha talabga javob beradigan xalov ishlab chiqaruvchilar oldimi yo'q? Bu ham shartnoma asosida olingan bo'lishi kerak, kooperativ. O'shani tekshiradi. Metodologiya bo'yicha borib vibirni tekshiradi mahsulot. Pishganlik darajasini, o'qlanish darajasini, standartlar, kalibr darajasini. Kalibrni olganda hammasi bir xil kalibr bo'lishi kerak. Va hokazo. Qaysi holatda agar mana shu talablar buzilgan bo'lsa, joyida g'alvatnoma qilib, 1 soat ichida g'alvatnoma prokuraturaga beradi. Mahsulotni tashqi eksport yuklanishi to'xtatadi. Agar shunday mana tashqi inspektor agar yuklaveradigan bo'lsa, lekin chet elga borganda bu holatni aniqlaydigan bo'lsak, mahsulotni qaytarib qilamiz. Qaytarsa bizim pulimiz oqadi. Qaytarasa. Agar noto'g'ri ketsa deya. O'shani qaytarilganidan keyin kuysa, yerdaga qattiq uxlab. Siz kimdan ishlayapsiz?
Kerak bo'lsa har kuni borib instruktaj o'qing. Har kuni. Boshlanishiga har kuni odamingizni qo'ying. Boyagi edu karantinda o'qingda o'qib olinglar eksportyorlar. Sizlar ham o'qib, nimaga e'tibor qaratish kerakligini odamlarga qo'yib boshida o'rgating. Bizlar sizlar bilan birlashib, ham hozirgi kooperativlarni a'zolarini o'qitib o'rgatib ularni talab qilmasak, ular orqali bog'i egalarini talab qiladigan bo'lsak, zirhshasiga erisha olmaymiz. Hamma birdek javobgarmiz, hammamiz birdek harakat qilamiz, birdek kurashamiz. Yarimiz unaqa bo'lsa bo'lmaydi. Bir bo'lamiz, qilamiz. Men bekorga aytmayman. Buyuk qadoqlash bo'yicha, kalibrovka bo'yicha, upakovka bo'yicha, o'sha chet elda zamonaviy O'zbekistonning yangi bosqichdagi meva sabzavotlari bo'yicha revolyutsiyani birgalikda qilamiz. Men bir o'zim, biz bir o'zimiz qilamiz. Sizlar bilan birga qilamiz, lekin umuman hech narsa qilmaymiz. Hamma yig'ishtiradi. Qo'ldan kelyapti, yig'ishtirsa qo'l ko'tarsin. Birinchi navbatda mana mamladan boshlaymiz. Kelishdiga savolingizga javob shu. Maksimal chetdan qaytaramiz. Keyin hamma karantin inspektoriga signalni axborot tizimini yo'lga qo'yildi. Telefon qilib aytinglar, bilasizlar o'zingizlar. Kim o'qlayapti, kim sifatsiz qoldi, sразу telefon qilib aytinglar. Karantin inspektori joyida buni davlat omasini qilib, joyida do'q boshlasin, joyida adabini bersin. Boshidan qattiq tursak, oxirigacha ish natija bo'ladi. Boshida hozir bu qo'shnim, bu mani akam, bu mani akam o'g'li, ammamni o'g'li degan bo'lsak, natija bo'lmaydi. Ko'zni yumishga hech kim haqqi yo'q. Ko'rdikmi narusheni, ko'rdikmi o'qlash, ko'rdikmi xon. Joyida kerak bo'lsa jamoatchilik bo'lib video qilib kanal tarqatadi. Mana karantin inspektoriga jo'natadi shu narsa. Inspektor joyida unga chora qilsin. Inspektor joyida chora qilmadi, menga jo'natadi o'sha video. Mana biz jo'natdik, lekin inspektor 30 vaqt deydi, men uni vatan xiyonatchisi qilamiz. Mana o'zimnikini ham tarbiyalashim kerak. Kerak bo'lsa Murod Rahmondan tarbiyalashim kerak. O'shani 102 ga chiqishadi odamlar. 102 ga chiqishadi odamlar. Jinoyat bo'lsa bir narsa. Shu tizimda ham shunga o'xshagan bitta bor, har bitta viloyatda bor va bizning respublika 1288. 1288 ga telefon qilib, mana holat bo'lyapti deysiz, o'zi sizni mana boshqarmani ulayveradi. Yo'q, sudin Nasriddinov ulayveradi, yo'q tashqarimizga ichkarimizga boshqarma boshlig'i ulayveradi. Ular o'zi bilan hammasi jonli ichki nazorat qiladi. Sразу jinoyat aromatini qilib, sразу prokuraturaga hammasini qo'shib bir soatda chiqarib oladi. Mana qo'li bilan. Shu tizimni qilamiz, boshqa iloji yo'q. Buning uchun hammaga yetkaziladi. Bugundan boshlab o'qlash to'xtatiladi. Bugundan boshlab zamonaviy qadoqqa o'tamiz. Eng keraklisi bugundan boshlab kooperativ bo'lib, mana shunga har biriga 3000 so'mdan qo'shimcha sizlarga rag'batlantirish. Bunaqa sharoit boshqa davlatlarda yo'q. Marhamat. Mikrofon. Tez. Sizdan mana bu qilinishga chora ko'rilmay turdi, mana chora ko'riladigan bo'ldi. Hamma talab qiladi kunda. Shunga chora ko'rish kerak. Abdulmalik, bunun talag'in başından yig'ishda charishlar. Karantin inspektori tashqi bo'ladimi, ichki bo'ladimi, ko'zini yumdimi? Mana uni javobgar hamma so'rashyapti. Gaplashdim bor. Kim u? Nasıl benim Selam aleyküm. Telefonlarni olasın bular. Ha? Ketishyapti. Ha. Telefon numaranızı verasın.